4 yil uy qamog'i berilgan. Buni telefoniga ba'zi bir ichki ishlar xodimlari demak o'zlari narsa tashlab, o'yin qilib xullas hujjat soxtalashtirib buni qamashga harakat qilishgan. Nohaq ayblangan fuqaro 2 yildan so'ng oqlandi. Gap shundaki, Rasul Kusherbayevning Instagram sahifasida e'lon qilingan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Unda bir fuqaroning telefoniga taqiqlangan video materiallar joylashtirilgani ortidan 4 yil muddatga uy qamog'iga hukm qilingani haqida so'z boradi. Videoda aytilishicha, oradan 2 yil o'tib ushbu ish qayta ko'rib chiqilgan va fuqaroning nohaq ayblangani aniqlanib, u oqlangan. Shuningdek, videoda ta'kidlanishicha, taqiqlangan video materiallarni fuqaroning o'zi emas, balki ayrim ichki ishlar xodimlari uning telefoniga joylashtirgani aniqlangan. Shundan so'ng fuqaro o'ziga yetkazilgan zarar uchun ichki ishlar xodimlaridan 500 million so'm undirilishini, shuningdek mazkur ishga aloqador ichki ishlar xodimlari hamda sudyalarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini talab qilgan. Biroq videoda qayd etilishicha, ushbu murojaatlar yuzasidan hozirgacha jamoatchilikka rasmiy ma'lumot berilmagan. Ushbu xabarni ogohlik uchun barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Sizningcha bunday holatlar bo'yicha tergov natijalari to'liq jamoatchilikka e'lon qilinishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.